Poytaxtimizda nufuzli turk kompaniyalari ishtirokida Turkiya-O'zbekiston biznes forumi tashkil etildi. Forum ikki davlatning iqtisodiy salohiyatini uyg'unlashtirib, yangi loyihalarga yo'l ochmoqda. Turkiya O'zbekistonning 5 ta eng yirik savdo hamkorlaridan biri. Ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda Turkiya ishtirokidagi qo'shma korxonalar soni 2 barobarga, turk investitsiyalari esa 2,5 barobarga o'sgan. Bugungi kunda O'zbekistonda 1,5 mingga yaqin turk kompaniyalari to'qimachilik, farmatsevtika, turizm, qishloq xo'jaligi, qurilish va sanoat sohalarida faoliyat yuritmoqda. Turkiya O'zbekiston biznes forumida ham ikki davlat tadbirkorlari turli sohalarda yangi hamkorlik bo'yicha o'zaro muloqot olib borishmoqda. Ikki mamlakat o'rtasida hozirgi kunda 10 milliard dollarga yaqin savdo aylanmasi oshdi va yildan yilga bu ko'rsatkichlar oshib bormoqda. Ushbu biznes forumdan asosiy maqsadi ham to'g'ridan-to'g'ri Turkiya davlatidan o'sha investorlarni jalb qilish va hamkorlikda qo'shma korxonalar tashkil etib, ushbu qo'shma korxonalar tufayli nafaqat mahalliy bozorda, balki Yevropa davlatlari va qo'shni davlatlarga ham ushbu mahsulotlarni eksport qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Biznes forumda ikki davlatdan yirik tadbirkorlar, investorlar ishtirok etdi. Unda oziq-ovqat, qurilish va qurilish materiallari, farmatsevtika, mebelsozlik kabi turli sohalarda yangi hamkorliklar bo'yicha muloqot olib borildi. Özbekistan ve Türkiye'nin arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo aloqalarini rivojlantirish maqsadida import va eksport salohiyatiga ega kompaniyalarni birlashtirganimizdan mamnunmiz. Mamlakatingizga kelib ishlab chiqarish salohiyati va sanoatlashtirishning katta potensiali hamda sharoitlarini ko'rib, biz uchun ham ulkan imkoniyat mavjudligini angladik. Bu orqali Turkiya hamda O'zbekiston o'rtasidagi mustahkam sheriklikni rivojlantiramiz. Bu yerda ko'proq ish o'rni yaratish va zamonaviy infratuzilmani shakllantirish uchun astoydil harakat qilamiz. Kompaniyamiz turizm yo'nalishida bir nechta muhim kelishuvlarni imzoladi. Bu sohada ko'plab loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. O'zbekiston bugun jahon bozoriga raqobatbardosh mahsulotlar bilan chiqmoqda. Ularning salmog'i va geografiyasini oshirishda xalqaro sertifikatlarni olish eng muhim masala. Forum doirasida ayni yo'nalishda ISO sertifikatlash sohasi vakillari mahalliy korxonalarga xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha ma'lumotlar berdi. ISO standartları uluslararası standart örgütü tarafından hazırlanan standartlardır. ISO xalqaro standarti Yevropa yoki dunyoning istalgan hududida savdo qilish imkonini ochadi. Ularning asosida ISO 9001 standarti turadi. Bu standart barcha tizimlarning poydevorini tashkil qiladi. Biz bugungi forumda aynan ushbu sertifikatni olishda mahalliy korxonalarga xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha ma'lumotlar berdik. Chunki sertifikatni olish uchun avvalo talablarni to'liq o'rganish kerak. Shuningdek, biz O'zbekistonda o'z filialimizni ochish bo'yicha ham kelishib oldik. Bu orqali mahalliy tadbirkorlarning eksport salohiyatini yanada oshirishga yordam beramiz. Xususan, Yevropaga chiqishda tajribalarimizni ulashamiz. Bu bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishni ham reja qilganmiz. Muloqotlar natijasida ikki mamlakat iqtisodiyot va biznes doiralari o'rtasida hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan bir qator muhim kelishuvlarga erishildi. Forum O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash, ikki davlat o'rtasidagi savdo va iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish yo'lidagi navbatdagi qadam bo'ldi.